ishlaring yurishib turgan bir vaqtda atrofingdagi yaqinlaring kuzatib turishadi seni. Agarda ishing orqaga ketib, cho'kayotgan bir vaqtda oldinga kelib ovozlari chiqib qolar ekan. Senga aytgandim-a, bunga men aytgandim. Bunaqa qilma, bilgandim men shunaqa bo'lishingni deb ovozlari chiqib qolar ekan. Yaqinlarim, yuksalayotgan bir vaqtimda ovozingizni chiqarib turavering, yiqilganimda emas. Sizning eng yaqin do'stingiz, suyanchig'ingiz bu albatta ota-onangizdir. Yuksalgan bir vaqtingizda ota-onangiz jar solib, faxrlanib hammaga maqtanar ekan. Lekin yiqilgan bir vaqtingizda jim turishar ekan, hech kimga og'iz ochmasdan sizga sabr tilagan holatda yon bosishar ekan. Shuning uchun sizga maslahatim, odamlarning gapiga qaramasdan faqat olg'a bosing, bo'ldi. Agar odamlarning gapiga qarab ish qiladigan bo'lsangiz, hech qachon bir narsaga erisha olmaysiz. Joningiz sog' bo'lsin, yaqinlarim. O'g'lini yutug'idan yagona, ya'ni xursand bo'ladigan odam. Hasad qilmaydi-da. Qancha yuksalsangiz, shuncha xursand bo'lib boraveradi. Boshqalar atrofingizda siz kuchayib ketsangiz, ichidan hasad o'tadi. Eng yaqin do'stingizga. Ona bilan otadan hasad o'tmaydi hech qachon.